Salom aziz do'stlar, kanalimizga xush kelibsiz. Bugun juda muhim, har biringizni, ayniqsa uy-joy egalari va pensionerlarimizni bevosita qiziqtiradigan masalani muhokama qilamiz. Hozirgi kunda pensionerlarimizning kvartiralari uchun qo'shimcha to'lovlar bo'yicha tarqalgan xabarlar ko'pchilikni xavotirga solmoqda. Bu mavzu shunchaki gap so'z emas, balki rasmiy hujjatlar va yangi qonun-qoidalar asosida yuzaga kelayotgan o'zgarishlardir. Men sizlarga bu masalaning butun mohiyatini, nima uchun bunday bo'layotganini va bu o'zgarishlar sizning shaxsiy moliyaviy ahvolingizga qanday ta'sir qilishini batafsil tushuntirib beraman. Videoni oxirigacha diqqat bilan tomosha qiling. Chunki bugungi ma'lumotlar sizning pulingizni tejashga yoki aksincha kutilmagan xarajatlardan qochishga yordam beradi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'lishni va ushbu videoga like bosishni unutmang. Chunki bu ma'lumotlar hammaga yetib borishi shart. Core of the problem xo'sh, avvallari qanday edi va hozir nimalar o'zgardi? Keling, eng avvalo ko'chmas mulk solig'i haqidagi umumiy tushunchalarni eslab olaylik. An'anaviy ravishda ko'plab mamlakatlarda bo'lgani kabi bizda ham pensionerlar uchun, ya'ni nafaqaxo'rlar uchun ko'chmas mulk solig'idan ma'lum bir imtiyozlar mavjud edi. Bu imtiyozlar odatda ularning yagona va asosiy yashash joyi, ya'ni birinchi kvartirasi yoki uyi uchun qo'llanilardi. Davlat nafaqaxo'rlarning ijtimoiy himoyasini ta'minlash maqsadida ularning moddiy ahvolini yengillashtirishga intilardi. Bu qonun-qoidalar o'nlab yillar davomida amalda bo'lib kelgan va ko'pchilik nafaqaxo'rlar o'z mulklari uchun soliq to'lashdan to'liq yoki qisman ozod qilingan edilar. Masalan, bir nafaqaxo'r o'zining yagona kvartirasida yashasa, u uchun mulk solig'i umuman hisoblanmasdi yoki juda minimal miqdorda bo'lardi. Bu tizim juda oddiy va tushunarli edi. Agar siz pensioner bo'lsangiz va bitta uy-joyingiz bo'lsa, siz ko'chmas mulk solig'i haqida bosh qotirmasdingiz. Ammo hozir vaziyat tubdan o'zgarmoqda. Moliyaviy tizimni tartibga solish, soliq bazasini kengaytirish va mulkchilik munosabatlarida adolatni ta'minlash maqsadida yaqin vaqtdan boshlab yangi qonunchilik hujjatlari kuchga kirdi. Bu hujjatlarning asosiy mohiyati shundaki, endilikda pensionerlarga beriladigan ko'chmas mulk solig'i imtiyozlari ma'lum bir cheklovlarga duch keladi. Eng muhim o'zgarishlardan biri shuki, endilikda imtiyozlar faqat bitta ko'chmas mulk obyektiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Ya'ni pensionerning yagona uy-joyi uchun. Agar nafaqaxo'r 2 yoki undan ortiq kvartira, uy, dala hovlisi yoki boshqa turdagi ko'chmas mulkka ega bo'lsa, u holda birinchi asosiy deb hisoblanadigan mulk uchun imtiyoz saqlanib qoladi. Ammo qolgan mulklar uchun u umumiy asoslarda soliq to'lashi shart bo'ladi. Bu degani, ikkinchi, uchinchi va hokazo ko'chmas mulk uchun nafaqaxo'rlar xuddi boshqa fuqarolar kabi, ya'ni pensioner bo'lmagan shaxslar kabi to'liq soliq stavkasi bo'yicha soliq to'lashlari kerak bo'ladi. Bu o'zgarishlarning ikkinchi muhim jihati shundaki, imtiyozlar hatto bitta mulk uchun ham mutlaq bo'lmasligi mumkin. Ba'zi hollarda agar mulkning kadastr qiymati juda yuqori bo'lsa yoki uning maydoni belgilangan me'yorlardan oshib ketsa, imtiyozning ma'lum bir qismi bekor qilinishi yoki soliqning bir qismi to'lanishi mumkin. Bu yerda asosiy e'tibor mulkning hashamatli yoki ortiqcha hisoblanishiga qaratiladi. Davlatning maqsadi aholining ehtiyojmand qatlamini himoya qilish bilan birga mulkchilikdan olinadigan daromadlarni ham adolatli taqsimlashdir. Shu sababli nafaqaxo'r bo'lsangiz ham mulkingizning soni, maydoni va kadastr qiymati endilikda sizning soliq majburiyatlaringizga bevosita ta'sir qiladi. Bu o'zgarishlar faqatgina mahalliy byudjetlarni to'ldirish maqsadida emas, balki mulk bozorida shaffoflikni oshirish va ijtimoiy adolatni ta'minlashga qaratilgan keng qamrovli islohotlarning bir qismidir. Demak, eski pensioner soliq to'lamaydi degan tushuncha endi hamma holatda ham amalda bo'lmaydi. Mein part 1. Keling, bu o'zgarishlarni yanada chuqurroq tahlil qilib, kimlar xavotirga tushishi kerak va kimlar xotirjam bo'lishi mumkinligini aniqlab olamiz. Bu qoidalar asosan soliq kodeksiga kiritilgan yangi moddalar va hukumatning tegishli qarorlari bilan tartibga solinadi. Kim xavotirga tushishi kerak? Birinchidan, va bu eng muhimi 2 yoki undan ortiq ko'chmas mulkka ega bo'lgan pensionerlar. Misol uchun tasavvur qiling, 70 yoshli Otabek bobo nafaqaga chiqqan, ammo moliya ahvoli yaxshi bo'lgani sababli bir emas 2 kvartira sotib olgan. Birida o'zi yashaydi, ikkinchisini esa nevarasiga yashash uchun bergan yoki ijaraga berib qo'ygan. Eski qoidalar bo'yicha u ikkala kvartira uchun ham soliqdan ozod qilingan bo'lishi mumkin edi. Ammo yangi qoidaga ko'ra Otabek bobo faqat bitta,
ya'ni o'zi yashayotgan kvartirasi uchun imtiyozdan foydalana oladi. Ikkinchi kvartira uchun esa u mulk solig'ini to'lashi shart. Bu kvartiraning kadastr qiymati qancha bo'lsa, shunga mutanosib ravishda soliq hisoblanadi. Agar ikkinchi kvartiraning kadastr qiymati masalan 300 million so'm bo'lsa va soliq stavkasi zoltaga 2 marta bo'lsa, Otabek bobo yiliga 600 ming so'm soliq to'lashi kerak bo'ladi. Bu uning byudjeti uchun ancha sezilarli qo'shimcha xarajat hisoblanadi. Ikkinchidan, katta maydonli yoki yug'ori kadastr qiymatiga ega bo'lgan yagona ko'chmas mulkka ega pensionerlar ham e'tiborli bo'lishlari kerak. Hozirda ko'chmas mulk solig'i imtiyozlari uchun belgilangan maksimal maydon yoki qiymat chegarasi joriy etilgan bo'lishi mumkin. Bu degani, agar sizning yagona uyingiz juda katta bo'lsa, masalan 500 kvadrat metrdan ortiq maydonga ega bo'lgan hovli uy yoki kadastr qiymati 1 milliard so'mdan oshadigan elita kvartirasi bo'lsa, imtiyoz butun mulkka emas, balki uning ma'lum bir qismiga, masalan, baliq diri 20 kvadrat metrga yoki standart qiymat chegarasiga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Qolgan ortiqcha qism uchun soliq to'lashingizga to'g'ri keladi. Faraz qilaylik, 15 yoshli Mohir aya Toshkent markazida 2 kvadrat metrli zamonaviy kvartirada yashaydi. Bu uning yagona mulki. Agar yangi qoidalar bo'yicha imtiyoz faqat 100 kvadrat metrga berilsa, qolgan 1 kvadrat metr maydoni uchun Mohira aya umum asoslarda mulk solig'ini to'lashi kerak bo'ladi. Misol uchun, bu 1 kvadrat metrning kadastr qiymati 500 million so'mga baholangan bo'lsa, 500 million so'mga baholangan bo'lsa, unga yilga 1 million stavka bo'yicha soliq hisoblanishi mumkin. Bu ham Mohira aya uchun kutilmagan moliyaviy yuk bo'lishi ehtimoli bor. Uchinchidan, rasman mulkdor sifatida ko'chmas mulkka ega bo'lgan, lekin unda doimiy yashamaydigan pensionerlar ham xavotirga tushishlari mumkin. Ba'zida pensionerlar o'z nomlariga bolalari yoki nabiralari uchun uy-joy rasmiylashtirib qo'yishadi. Agar bu uy-joyda pensionerning o'zi doimiy ro'yxatda turmasa va yashamasa, soliq organlari uni ikkinchi mulk sifatida ko'rib chiqishi va imtiyoz bermasligi mumkin. Shuning uchun bunday holatlarda imtiyoz faqat pensionerning doimiy yashash joyiga nisbatan qo'llanilishi mumkinligini yodda tutish kerak. Kim xotirjam bo'lishi mumkin? Birinchidan, faqat bitta kvartira yoki uyga ega bo'lgan pensionerlar. Agar sizning yagona mulkingiz bo'lsa va uning maydoni yoki kadastr qiymati belgilangan me'yorlardan oshmasa, siz avvalgidek to'liq imtiyozdan foydalanishda davom etasiz. Ya'ni agar sizda bir kvartira bo'lsa va uning kadastr qiymati davlat tomonidan belgilangan chegara ichida bo'lsa, masalan, aholi punktining o'rtacha kadastr qiymatidan oshmasa, siz uchun hech narsa o'zgarmagan. Siz hali ham mulk solig'idan to'liq ozod bo'lasiz. Masalan, Gulnora aya o'zining Samarqanddagi 3 xonali kvartirasida yolg'iz yashaydi. Bu uning yagona mulki va uning maydoni standart kvartira me'yorlariga mos keladi. Gulnora aya uchun yangi qoidalar hech qanday qo'shimcha to'lovni nazarda tutmaydi. U ilgari bo'lgani kabi mulk solig'idan ozod bo'ladi. Ikkinchidan, uzoq muddatli ijara shartnomasi asosida yashovchi yoki umuman mulkka ega bo'lmagan pensionerlar. Tabiiyki, bunday holatda mulk solig'i sizga umuman tegishli emas. Bu shaxslar uchun hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Chunki ular hech qachon mulk solig'i to'lovchisi bo'lmaganlar. Uchinchidan, nogironligi bo'lgan shaxslar, urush faxriylari kabi alohida imtiyozlarga ega bo'lgan pensionerlar qatoriga kiruvchi shaxslar, ularning holati bo'yicha imtiyozlar ko'pincha mulk solig'i imtiyozlaridan ham kengroq bo'lishi mumkin va yangi qoidalar ularga ta'sir qilmasligi ehtimoli bor. Ammo bu holatda ham ularning mulklari soni va qiymati bo'yicha cheklovlar qo'llanilishi mumkinligini inobatga olish muhim. Har bir holatni alohida o'rganish lozim. Xulosa qilib aytganda, asosiy e'tibor sizning ko'chmas mulkingiz soni va uning miqyosiga qaratiladi. Agar siz bir nechta uy joyga ega bo'lsangiz yoki yagona mulkingiz ortiqcha deb hisoblangan darajada katta va qimmat bo'lsa, siz endi qo'shimcha soliq yukini his qilishingizga to'g'ri keladi. Bu qoidalar mulkdorlarning mas'uliyatini oshirishga, mulkchilik munosabatlarida adolatli tizimni shakllantirishga qaratilgan muhim qadamdir. Main part 2. Endi keling, bu qoidalardagi ba'zi bir istisnolarni, e'tibordan chetda qolishi mumkin bo'lgan murakkab jihatlarni va noaniq nuanslarni ko'rib chiqaylik. Chunki qonun doimo ham oddiy va bir xil talqin qilinmaydi. Unda bir qator mayda detallar bo'lishi mumkin. Birinchi, bir oilaga tegishli bo'lgan. Birinchi istisno, bir oila pensiyalar nomiga rasmiylashtirilgan mulklar. Tasavvur qiling, bir oilada er va xotin ikkalasi ham nafaqaxo'r.
Ularning ikkita kvartirasi bor. Biri erning nomiga, ikkinchisi xotinning nomiga rasmiylashtirilgan. Formal jihatdan har biri bitta mulkka ega. Bu holda har biriga o'z mulki uchun alohida imtiyoz beriladi. Ya'ni ikkala kvartira ham soliqdan ozod qilinishi mumkin. Agar har biri o'z mulkining yagona egasi bo'lsa va boshqa mulki bo'lmasa, ammo bu yerda soliq kodeksining ta'riflariga e'tibor berish kerak. Agar oila bir butun sifatida ko'rib chiqilib, ularning mulklari umumiy mulk deb hisoblansa, vaziyat o'zgarishi mumkin. Hozircha amalda har bir nafaqaxo'r shaxsiy mulki uchun imtiyozga ega. Bu noaniqlikni soliq organlaridan aniqlashtirish shart. Ikkinchi noaniq nuanca mulkni hadya qilish yoki vasiyat qilish orqali egalikni o'zgartirish. Ba'zi pensionerlar qo'shimcha soliq to'lashdan qochish maqsadida o'zlarining ikkinchi yoki uchinchi kvartiralarini farzandlari yoki nabirlari nomiga o'tkazishga shoshilishi mumkin. Bu qonuniy yo'l, ammo shuni unutmangki, bunday harakatlar keyinchalik boshqa huquqiy oqibatlarga olib kelishi mumkin. Masalan, siz mulkni hadya qilsangiz, u endi sizning mulkingiz bo'lmaydi va siz uni nazorat qila olmaysiz. Keyinchalik moliyaviy muammolar yuzaga kelsa, uni qaytarib olish ancha murakkab jarayon bo'lishi mumkin. Bundan tashqari hadya yoki vasiyat orqali o'tkazilgan mulklar uchun ham aynan shu mulkni qabul qilgan shaxsning soliq majburiyatlari yuzaga keladi. Ya'ni farzandingiz endi bu mulk uchun mulk solig'ini to'lashga majbur bo'ladi. Bu muammoni bir joydan boshqasiga o'tkazishdan boshqa narsa emas. Uchinchi pitfall kadastr qiymatining o'zgarishi. Ko'chmas mulk solig'i to'g'ridan-to'g'ri uning kadastr qiymatiga bog'liq. Kadastr qiymati davriy ravishda qayta baholanib turadi. Bu shuni anglatadiki, bugun sizning mulkingiz uchun soliq minimal bo'lib tuyulishi mumkin. Ammo bir necha yildan keyin kadastr qiymati oshsa, soliq miqdori ham keskin o'zgarishi mumkin. Davlat xizmatlari markazlari yoki kadastr agentligi ma'lumotlariga asosan mulkingizning bahosini doimiy ravishda tekshirib turish tavsiya etiladi. Ba'zi hollarda agar sizning mulkingizning kadastr qiymati sizning fikringizcha asossiz ravishda yuqori belgilangan bo'lsa, siz baholashga e'tiroz bildirishingiz va qayta baholashni talab qilishingiz mumkin. Bu sud orqali hal qilinishi mumkin bo'lgan murakkab jarayon, ammo agar farq katta bo'lsa, bunga arziydi. 4-nuanca soliq imtiyozini tanlash huquqi. Agar sizda bir nechta mulk bo'lsa va ular orasidan qaysi biriga imtiyozni qo'llashni xohlasangiz, sizda bunday huquq bor. Soliq organlari odatda eng qimmat mulkka imtiyozni avtomatik tarzda qo'llashga moyil bo'ladi. Bu siz uchun eng foydali variant bo'lishi mumkin. Lekin siz o'zingiz uchun qaysi mulkning soliq yukini yengillashtirish afzalroq ekanligini hisoblab chiqib, soliq organlariga tegishli ariza bilan murojaat qilishingiz mumkin. Masalan, siz ikkita kvartiraga ega bo'lsangiz, bir qishloqda kadastr qiymati past bo'lgan, ikkinchisi shaharda qimmatroq. Soliq imtiyozini shahardagi qimmat kvartiraga qo'llash siz uchun moliyaviy jihatdan ancha foydali bo'ladi. 5-noaniqlik mulkning maqsadi. Ba'zi hollarda agar pensionerning ikkinchi mulki tijorat maqsadlarida ishlatilmasa va u faqat oila a'zolari tomonidan foydalanilsa, masalan, yozgi dala hovlisi yoki nevara uchun alohida kvartira, soliq kodeksida alohida bandlar bo'lishi mumkin. Hozirgi qoidalarga ko'ra mulkdan foydalanish maqsadi ko'pincha mulk soliq hisoblashda farq qilmaydi, chunki soliq obyektining o'zi ahamiyatli. Ammo kelajakda bu borada o'zgarishlar kiritilishi mumkin. Shuning uchun bu kabi noaniqliklar yuzaga kelganda doimo soliq mutaxassislari bilan maslahatlashish zarur. 6-pitfall soliq to'lovlari bo'yicha xabarnomalar. Ba'zi pensionerlar soliq to'lovlari bo'yicha xabarnomalarni o'z vaqtida olmasliklari mumkin. Bu pochta xizmatlaridagi muammolar manzilning o'zgarishi yoki boshqa sabablar bilan bog'liq bo'lishi mumkin. Agar xabarnoma kelmasa, soliq to'lanmay qoladi va ustiga penya, jarima hisoblanishi mumkin. Shuning uchun har yili tegishli davrda o'zingizning soliq majburiyatlaringizni soliq qo'mitasining rasmiy sayti My-Soliq.uz orqali yoki Moliya soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qilib tekshirib turish muhimdir. Elektron hukumat xizmatlaridan foydalanishni o'rganish siz uchun juda foydali bo'ladi. Bu murakkabliklar shuni ko'rsatadiki, yangi qoidalar shunchaki bir qog'oz parchasi emas, balki aniq moliyaviy oqibatlarga ega bo'lgan va diqqat bilan o'rganishni talab qiladigan tizimdir. Shuning uchun har bir pensioner o'zining shaxsiy vaziyatini to'liq tushunishi va zarur hollarda malakali yuridik yoki soliq maslahatini olishi kerak. Practical advice endi esa eng muhim qismga o'tamiz. Sizning qanday harakat qilishingiz kerakligi bo'yicha amaliy maslahatlar.
Bu borada aniq va tushunarli yo'l yo'riqlar berishga harakat qilaman. Mulk hujjatlaringizni tekshiring. Birinchi qadam bu sizning nomingizda nechta ko'chmas mulk borligini aniqlash. Buni kadastr agentligining ma'lumotlar bazasidan yoki my.gov uz portali orqali tekshirish mumkin. Sizga tegishli bo'lgan barcha kvartira, uy dala hovlisi va boshqa turdagi ko'chmas mulk obyektlarining kadastr hujjatlarini, ya'ni kadastr pasportlarini ko'rib chiqing. Ularda mulk turi, maydoni va kadastr raqamlari ko'rsatilgan bo'ladi. Agar siz bir nechta mulkka egalik qilsangiz, ular orasidan qaysi birini asosiy, ya'ni imtiyoz qo'llaniladigan mulk sifatida belgilashni hal qiling. Odatda eng qimmat mulkka imtiyoz qo'llash moliyaviy jihatdan eng foydalisi hisoblanadi. Soliq majburiyatlaringizni aniqlang. O'zbekiston Respublikasi Davlat soliq qo'mitasining My soliq saytiga kiring. Agar sizda elektron raqamli imzo ayb bo'lsa, shaxsiy kabinetingizga kirib, mulk solig'i bo'yicha barcha hisob-kitoblarni ko'rishingiz mumkin. Bu saytda sizning nomingizdagi barcha mulklar va ularga hisoblangan soliqlar, shuningdek qo'llanilgan imtiyozlar aniq ko'rsatiladi. Agar ayb bo'lmasa yoki onlayn tizimdan foydalanishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, yashash joyingizdagi mahalliy davlat soliq inspeksiyasiga shaxsan murojaat qiling. Ularga pasportingiz va mulk hujjatlaringizni taqdim etgan holda o'zingizning mulk solig'i bo'yicha majburiyatlaringiz haqida ma'lumot olishingiz mumkin. Ular sizga hisoblangan soliq miqdorini va imtiyozlar qanday qo'llanilganini batafsil tushuntirib berishlari shart. 3. Imtiyozni rasmiylashtirish yoki aniqlashtirish. Ko'pgina hollarda soliq qo'mitasi pensionerlarga tegishli imtiyozlarni avtomatik ravishda qo'llaydi. Chunki ular fuqarolarning ma'lumotlar bazasiga ulangan. Ammo agar sizda bir nechta mulk bo'lsa va qaysi biriga imtiyoz qo'llanilishini o'zingiz tanlamoqchi bo'lsangiz, soliq inspeksiyasiga yozma ariza bilan murojaat qilishingiz kerak. Arizada sizning FIShingiz, pasport ma'lumotlaringiz, pensionerlik guvohnomangiz raqami va imtiyoz qo'llanishida aniq ko'rsatilishi kerak. Ariza 2 nusxada tayyorlanadi. Bir nusxasiga soliq inspeksiyasida soliq inspeksiyasida qabul qilinganligi haqida belgi qo'ydirib o'zingizda saqlab qoling. Qo'shimcha hujjatlar sifatida pasport nusxasi, pensionerlik guvohnomasining nusxasi va mulkning kadastr pasportining nusxasi talab qilinishi mumkin. 4. Nogironligi bo'lgan shaxslar va boshqa imtiyozga ega bo'lgan guruhlar. Agar siz nafaqaxo'r bo'lish bilan birga yoki 2 guruh nogiron bo'lsangiz, urush qatnashchisi yoki boshqa alohida ijtimoiy guruhga mansub bo'lsangiz, sizga boshqa turdagi yoki kengroq imtiyozlar berilishi mumkin. Bu imtiyozlar mulk solig'i bo'yicha belgilangan normalardan ko'ra ancha yuqori bo'lishi ehtimoli bor. Bu holatda sizning nogironlik guvohnomangiz yoki tegishli boshqa hujjatlaringizni soliq inspeksiyasiga taqdim etishingiz va mavjud barcha imtiyozlarni aniqlashtirishingiz shart. 5. Qo'shimcha to'lovlar va ularni amalga oshirish. Agar sizga soliq hisoblangan bo'lsa, uni o'z vaqtida to'lash juda muhim. Soliq to'lovlari odatda har yili 15 oktyabrgacha va 15 aprelgacha 2 qismda amalga oshiriladi. Bu muddatlar yiliga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun soliq qo'mitasining rasmiy ma'lumotlariga qarang. Soliqni soliq.uz sayti orqali onlayn, bank kassalari orqali yoki mobil ilovalar, masalan, Payme, Klik va boshqalar orqali to'lash mumkin. To'lovni amalga oshirganda mulk solig'i uchun to'g'ri bank rekvizitlarini va soliq obyektining identifikatsiya raqamini ester ko'rsatganingizga ishonch hosil qiling. Xato to'lovlar muammolarga olib kelishi mumkin. 6. Tegishli maslahatlar olish. Agar sizning holatingiz murakkab bo'lsa yoki yuqoridagi qadamlarni bajarishda qiyinchiliklarga duch kelsangiz, mutaxassisdan yordam so'rashdan cho'chimang. Soliq maslahatchilari, yuristlar yoki davlat xizmatlari markazlarining mutaxassislari sizga vaziyatni tushunishda va to'g'ri harakat qilishda yordam bera oladilar. Unutmang, oldindan ogohlantirilgan, qurollangan bo'ladi. O'z huquqlaringiz, majburiyatlaringizni bilish sizni kutilmagan moliyaviy muammolardan himoya qiladi. Conclusion and final hook xulosa qilib aytganda, aziz do'stlar, ko'chmas mulk solig'i bo'yicha pensionerlar uchun joriy qilingan yangi qoidalar mulkdorlik munosabatlarida shaffoflik va adolatni ta'minlashga qaratilgan muhim qadamdir. Bu o'zgarishlar barcha pensionerlarga birdek ta'sir qilmaydi, balki asosan 2 yoki undan ortiq mulkka ega bo'lganlar yoki mulki juda katta va qimmat bo'lgan shaxslar uchun dolzarbdir. Endilikda har bir pensioner o'zining mulk holatini chuqur tahlil qilib, tegishli choralarni ko'rishi lozim.
Bu videoda berilgan ma'lumotlar sizga vaziyatni to'liq tushunishga va qanday harakat qilish kerakligini bilishga yordam beradi degan umiddaman. Umid qilamanki, bugungi ma'lumotlar siz uchun juda foydali bo'ldi. O'z fikr va mulohazalaringizni, savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Har bir izohni diqqat bilan o'qib chiqaman va imkon qadar javob berishga harakat qilaman. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, chunki sizning qo'llab-quvvatlashingiz bizga yangi va foydali ma'lumotlar bilan bo'lishishga ilhom beradi. Kelgusi videolarimizda ko'rishguncha xayr. O'zingizni va yaqinlaringizni ehtiyot qiling.